Uchtepa tumanida tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuv amalga oshirildi. Bunda davlat rahbari tomonidan qabul qilingan 100 sonli farmonning mazmun mohiyati tushuntirildi. Bunda umumiy ovqatlanish, chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohalariga e'tibor qaratilgan. Tadbirkorlikka katta imkoniyat bo'ldi deb o'ylayman. Sababi sun'iy ravishda tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zini biznesini ko'paytirish holatlari 2 va undan ortiq firma yoki tadbirkorlik ochish holatlari keskin kamayadi. Bunday holatlarga hojat ham qolmaydi. Undan tashqari norasmiy ishchi xodimlarni ro'yxatga olish hamda fuqarolik ustidagi shartnomalar asosida ishlaydigan ishchi xodimlarni ro'yxatga olish holatlari ham soddalashtirildi. Ya'ni umumiy ovqatlanish hamda qurilish sohasida norasmiy ishchi xodimlarni ishlatish holatlari bo'yicha soddalashtirilgan tartibga ro'yxatga olish hamda ularni ishlagan kunlari bo'yicha oylik ish haqlarini to'liq soliq hisobotida ko'rsatib, daromad soliq hamda ijtimoiy soliqlarni byudjetga to'lash imkoniyati yaratildi. Seminar davomida tadbirkorlik subyektlari tomonidan o'zini faoliyati davomida uchrayotgan bir qancha muammolar bo'yicha ham savollar berildi. Misol uchun, Paynet xolis orqali to'lovlarni qabul qilish, qo'shilgan qiymat soddalashtirilgan tartibga o'tish hamda yollanma ishchi xodimlarni ro'yxatga olish bo'yicha hamda onlayn nazorat kassa mashinalarini ishlatish holatlari bo'yicha ham ularga to'liq javob berildi. Vaqt talab qilinadigan muammolar bo'yicha ham ro'yxatga olib, ularni ham qisqa vaqt ichida bartaraf etish choralari ko'rilmoqda.